Bir qariya non o'g'irlagani tufayli sud qilinibdi. Qariya aybini inkor etmabdi. Aksincha tan olib, faqat bu ishni och qolgani sababidan sodir etganini bildiribdi. Hakam unga siz o'g'irlik qilganingizni tan olib turibsiz. Endi men sizga $10 jarima solishga majburman. Va bu pul sizda yo'qligini ham bilaman. Shuning uchun uni sizni o'rningizga o'zim to'layman, debdi-da, cho'ntagidan $10 chiqarib, jarima sifatida davlat g'aznasiga o'tkazibdi. Sud zalida sukunat. Birozdan keyin hakam sud ishtirokchilariga qarata shunday debdi: Sizlarning ham hammangizga $10 dan jarima solaman. Chunki sizlar yashayotgan shaharda non o'g'irlashga majbur bo'lgan faqir yashayapti. O'sha onda $480 pul yig'ilibdi va uni hakam qariyaga beribdi. Hakam shunday debdi: Qayerda bir faqirning qorni to'yib ovqat yemayapti. Demak, u yerda boshqaning haqqini yeb o'tirgan kimdir bor, deb sudni yakunlabdi.